Assalomu alaykum. Qaranglar, bugungi obyektimiz Toshkent shahar Ray Center'da joylashgan 48 kvadratli kvartira. 43 ming deyilyapti. Bu startviy. Startviy degani nima degani? Ya'ni boshlanish narxi. Buni yana tushirib kelishtirsangiz bo'ladi. Demak, joylashgan lokatsiyasini joylashini hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Joy yomon emas. Misol investitsiya uchun qilib qo'ysanglar ham Toshkentda joy. Shaharga misol bu yoqdan shahar markaziga 20 minutga yetib olsanglar bo'ladi. Shundan beton tushib olib, o'ng tomondan, chap tomondan bu yoq tomon ipodromga chiqib ketish joy, bu yoq tomon O'rizorga chiqib ketadi. Bu yoqda mana bu Shukrona restorani bor. Mana to'g'rida turibdi, yozuv ko'ryaptimi sizlarga? Shukrona restorani. Bu yoqda bank, hamma pul shotda, pulli ichida yashaysizlar. Bu yoq betda Toshkent viloyati hokimiyati joylashgan. Bu obyektda katta stadion bor, bu obyektda katta qurilayotgan domni tegdi, 2 gektarli parki bor. Mana bu Orzu, eski Orzu kinoteatri bor. Mana bu dom, mana shu domni 8-etajda joylashgan. Kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bu yoqda Korzinka bor, ana to'g'rida Korzinka turibdi. Bu yoqda banklarni aytdim. Milliy taom, boshqa mayda-chuyda hamma narsa joylashgan. Hatto qanaqadir mo'yka ham bor ekan. Mana mo'yka, mashinalar mo'yka qilib ketsanglar bo'ladi. Mana shu stoyanka, mana shu katta stoyanka, mana shu domga tegishli. Bu novostroyka o'tgan yil 25-yil qurib, juda topshirilgan. Past tomonida mashinalar qo'yadigan stoyankasi ham bor. Mana pastda mashina qo'yadigan stoyankasi ham bor. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Demak, hozir men kirib 8-etajda obzorni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu magazinlar ham arendaga berilayotgan ekan. Kirish joyi, bu domga kirish joyi. Hozir ko'rsataman. Yuryapmiz. Mana bu bruschatka, mana kvadrati $50 brushatkalar terib qo'yilibdi. Yomon emas, yaxshi material ishlatilgan. Mana bu toshlar ham $80 dan kam emas kvadrati. Mana mashinaga katta kiruvchi joyi bor. Mana shu kirib urganimiz edi. Brushatkalar ham yaxshi turibdi, sostenlar zo'r. Atachenni o'qib qo'yishdi, devorlarni yangi remontdan chiqqan. Mana bu ham hamma sensorli ekan, odam o'tganda yonadi kechqurun. Ham kirganimizda birinchi pod'ezd bo'lyapti hozir. Mana shunday kirganda o'ng qo'lli birinchi pod'ezd. Domni umumiy ko'rinishi bitta, ayoqda yana bitta, ikkita. Bu yoq domda yana ikkita pod'ezd bo'lsa, 4 ta pod'ezdli dom ekan, kichkina dom. Mana kirdik, domga kirganimizdan keyin katta hol bor. Bu yoqda lift bor. Hozir lift ishlamayapti, chunki jek tomondan o'chirib qo'yishibdi. Lekin ishlatib berish, ishlayotgan ekan, svet yondi. Hozir 8-etajga chiqib sizlarga ko'rsataman. Mana bu podlogga tushib ketish zinasi. Mana bu yerda juda tepaga chiqib ketiladi. Mana bu yerda toshlar terib qo'yishgan, nima desa bo'ladi? Bu toshni kapustovoy tosh deydi. Qimmat yaxshi tosh qilib. Hozir 8-etajga chiqib sizlarga obzorni davom ettiraman. Demak, do'stlar, 8-etajga chiqib oldik. Mana bu tuya rang bilan bo'yab qo'yishgan. Emulsiya, vada emulsiya. Yomon emas, remontlari yaxshi, xudo xolisa. Olgan odam bariga topadi. Menga eng yoqqani mana bu manzara bor ekan. Mana bu 4 etajli pastda dom. Butun uchastkadagilarni tepadan tomosha qilib o'tiradigan joy bor ekan. Lekin mana bu reshotkani qoyillatishmabdi. Где-то 1 metrli reshotka qilishgan. Yosh bolasi bor odamlarga juda opasniyroq joy ekan bu. Mashina inobatga olib qo'yasizlar. Ko'chgan odam mana shu reshotkani ustiga yana 1 metrli reshotka qo'ysa bo'ladi. Bolalar chiqolmaydigan qilib, chiroyli qilib qo'ysa, xudo xolisa ko'ngil xotirjam bo'ladi. Yosh bolalarga juda ehtiyot bo'lish kerak. Mana past tomon musorlarni to'kib tashashgan, remont qilishyapti. Kimdir ayoqda quyosh elektr stansiyasini qo'yib qo'yibdi. Ayoqda ishlar ketyapti, jadalli bilan ustaxona bor ekan. Xo'sh, demak, mana bunday kirdik, kelganimizdan keyin, zinadan chiqdik, chiqqanimizdan keyin bu yoq tomoni
O'zingizlar bilasizlar, lift deydi. Mana lift. Misol liftdan chiqqandan keyin shuni burilib, kelib, mana shu kvartiraga keladi. Kvartiraga kelgandan keyin eshik qulf ekan, hozir ochamiz. Ana bu kvartiraning ko'rinishi, hamda eshik bor. Shu izolyatsiyasi bo'lgan, shunchalik yaxshi eshik, hamda glazovka ham bor ekan. Bu kiraverishimiz, mana kirganimizdan keyin polniy devorlar urilgan, devorlar birg'ish urilgan, xona bilan xonani o'rtasiga mamta sanuzelga urib qo'yilgan. Demak, kirganimizdan keyin birinchi xonamiz mana bu yoqda zal qisi bo'ladi, plus yarmini yotoqxona qilsa bo'ladi. Yosh oila bo'ladigan bo'lsa, bu kvartiramiz bir xonali 48 kvadratli kvartira. Mana bu chiqishimiz, hamda balkonimiz bor. Kofe ichib turishga. Mana bu tashqaridan ko'rinishi shaharni. Shahar juda ham chiroyli. Boya aytganim mana Shukrona restorani, hamda bank. Ayobetda boya ko'rsatdim men. Nima bor edi? Anaqa Toshkent viloyat anaqasi hokimiyati bor. Demak, mana ashta shunaqa narsa. Bu yoqda masjid bor, mana yangi masjid. O'tgan yil o'sha 1-2 yil bo'ldi, rekonstruksiyadan chiqdi. Anu saru tomli Abu Saxiy yonidagi katta stroyka, bilmayman otini, uni yonidagi o'sha Abu Saxiy masjidi. Yaqin juda Abu Saxiy bo'tga, где-то bu yerdan 2 ostanovka chiqadi Abu Saxiyga. Bu domimizani tashqari qismi edi. Mana panorama oyna qo'yishgan. Panorama oyna ham Angelbergga yaxshi oynalardan qo'yilgan. Ruchkalari yaxshi, xudo xolisi. Qorasuvoqdan chiqarib qo'yishgan. Mana misol kelgan odam o'zini proyektini qilib, mana shu devorni, mana devorni buzib tashsa bo'ladi, o'ziga qulay qilib. Ancha g'ish chiqadi. Bu yoq ikkinchi xonamiz borda. Ikkala xona ko'rayotgan bo'lsanglar, deraza bilan jihozlangan. Bu yerda ham katta 120 ga 90li yokida 120 ga yo'q, mana bu yoqda ham ko'ryapsizlar. 140 ga 110li derazamiz bor. 140 ga 110 ekan. Katta derazamiz bor. Mana bu gaz bilan счётчигini установка qilib ketilgan. Bu yerda suvni счётчиga установка qilib ketilgan. Bu xona ham juda katta xona qo'yilgan. Bu yerda ham misol uchun oshxona qilib, mana bu yerda ovqat yeydigan xona qo'ysa, juda chiroyli chiqadi. Bu yoqda sanuzel qilib ketilgan. Sanuzel ham juda katta qoldirib ketilgan. Mana ko'ryapsizlar, где-то sanuzel 2 ga 2,5 qoldirib ketilganmi? Sanuzelni o'zi 8-10 kvadrat ajratib olingan. Kerak odam o'ziga to'g'rilab qo'yadi. Bu yo'lari yaxshi, mana xudo xolis ko'ryapsizlar, yomon emas. Demak, hurmatli obunachilar, demak, kimga mana shu kvartira qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu kvartira 48 kvadratli, ruchniy so'ralyapti. Lokatsiyalarni ko'rsatdim. Xudo xolisa telefon qilib, ustida gaplashsanglar bo'ladi. Muammosi yo'q kvartira, dokumentlari xudo xolisa notariusda o'sha kadastr hujjatlari hammasi qo'liga beriladi. Muammo bo'lmaydi. Bu kvartira begona insonning kvartirasi emas, o'zimizga tegishli kvartira. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, chiqib o'zingizlar o'zimiz bilan gaplashsanglar bo'ladi. Unaqa o'rtakashlik emas, bu yerda bu kvartira o'zimizga tegishli, yana hurmatli tomonlar ustida yana gaplashamiz, xudo xolisa. O'zingizlar aloqaga chiqinglar. Eng kerak joy yoqqan bo'lsa, kvartira o'zi tuzilishi yoqqan bo'lsa, bosib oladigan joyi, xudo xolisa muammo bo'lmaydi. Keyin bu kvartirani olganingizdan keyin ichidagi dizaynerskiy ishlarini ham o'zimizning firmamiz bor, o'sha firma bilan qilib beramiz, agar do'g'rini yaxshi qila oladigan bo'lsak. Pastda raqam qoldirib ketaman, o'shanga aloqaga chiqinglar, xudo xolisa. Hammaga mana shunaqa yaxshi kvartira nasib qilsin, xayrli bo'lsin. Olasizlarmi, olmaysizlarmi? Kommentariyada, olasizlarmi, olmaysizlarmi? Kommentariyada olmoqchi bo'lib niyat qilib yurgan insonlar menga ham nasib qilsin deb yozib ketisinglardan chiqmasin. Endi olmoqchi bo'lib yurganlar menga ham nasib qilsin deb yozib ketinglar. Kvartira puliga stoytmi, stoyt emasmi? Shuni ham yozib ketinglar. Menga juda ham qiziq sizlarni kommentariylar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Kvartira qidirib yurgan tanchilar yo'q qo'yinglar, yosh oilalarga. Salomat bo'linglar.